Lekin ko'pincha odamlar Miami turadigan odamlar student bo'lib BMW haydasham kimizda mavzu qo'yib sochib ko'rsanglar bo'ladi. Toshkentga qaytdi. Tabiat vahshiy dahshat. Chiroyli qilib qo'ygan Mo'g'ani ham ko'rdik. Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz hammani qiziqtiradigan savolga javob berib ketamiz. Ya'ni Amerikada Hamiltonda o'qib qoldim, 100 ming dollar topish oson. Amerikada pul daraxtlarda o'sadi deb ketishdi. Shunga fikringiz nima endi siz aka? endi Allohga bog'liq bu. Nech pul olishingizni, lekin Amerikada men daraxtga qarasangiz, pullar o'sadi. Do'kini o'rniga bolalar 1 dollarlik kupyuralar olib ketadi. Endi hazil-hazimlanu, lekin hamma yoqda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Amerikada ham yaxshi pul topaman desangiz, yaxshi ish qilishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda ham shu, razницasi katta emas, prosta sizni trudingizni, labor nima bo'ladi? Ishingizni qadri kattaroq. Qadri kattaroq Amerikada, tushunyapsizmi? Misol uchun men o'zimni oladigan bo'lsam, birinchi ishim kars tilida, kars tilini yaxshi bilganim uchun, anyuhasi yo'q tashlaganim uchun meni koreyskiy deli kafechasiga ishga olishuvdi. Endi u cash ishlaydi, mana misol uchun hech qayerda hech kim bilmayapti nima bo'layotganini. Lekin birinchi oyligim 400 dollar, 500 dollar haftasiga edi. Endi u pul student uchun endi birinchi marta kirganman. Wow! Shuncha pul topolman deb o'tirgan paytlarim edi. Keyin sekin levellar bo'lasizlar-da, ana nima deydi? Uverенность oshgandan keyin уже qiyinroq ishlarga, takoy беспредельный ishlarga kirishga boshlaysizlar. Xo'p, yana hammani qiziqtiradigan savolda, Amerikaga boshda kelganda nima ish qilish kerak? Nima ishdan boshlash kerak? Trak bor, taksichilik bor, dastavkachilik bor. Shu ishlarga nima tavsiya berasiz? Ulug'bek mana shunaqa mashina haydash uchun nima ish qilish kerak? Misol uchun Amerikada student bo'lib BMW haydash ham hammaga mas'ul. Tesla parkovka qo'ydi, bu yerda zaryadkasi yo'q. Shuning uchun bizga aqllilik hech kim qilmasligi kerak, to'g'rimi? Hozir baqirib berdilar opa. Meni joyim ko'rdi. Hop, bu oddiy mashina, u misol uchun oddiy, misol uchun men qanaqa emas, maqtamayman. Maqtanchoqman o'zi. Yomon maqtanchoqman. Men mashina maqtamayman. Budjetga to'g'ri keldi. Keyin ko'rsanki, nashar menda bo'yman. Degan mashina oldim shu payt. Hozir endi yaxshiroq mashina olish kerak. Hop, hamma millatni gapirib chiqdi, amerikanizdan o'ziga keladigan bo'lsa. Misol uchun, afroamerikanizlar nima ish qiladi Amerikada? Birinchi bo'lib nasha sotadi. Nasha sotadi, o'g'irlik qiladi, aldiydi. O'xshamasa, lekin aqllilari ham bor qo'rg'oylarni, misol uchun, afroamerikanizlar. Hamdan kam aqlli. Anaqa basketbol o'ynaydi. Shunaqa sportga qiziqadi. Entertainment. Rap aytadi. Entertainmentga egallab olishgan o'zi. Endi qaranglar-da, o'zbeklarni endi ushlab olgan industriyasi bu tracking bo'lyapti, keyin IT bo'lyapti-da. Endi ITda biznes qilmaysiz, siz prosta kimlar qo'lida oylik olasiz. Oylik ham kam olmaysiz-da. Misol qilib primerni keltiradigan bo'lsa, misol 7000 dan уже tepa balandida. Oyiga toza. Toza, da. Bu уже yaxshi hayot yashasa bo'ladi. O'sha taksdan to'lab bo'lgansiz, hamma narsa qilib bo'lgansiz, уже mana shu toza plyus. Endi tracking endi marketga qarab yashaysiz. Uni постоянно nervingiz o'ynaydi, qiyin narsa, u logistika. Bu narsaga nimadir ham nitoq qo'ysa, driverlar eng aqlli odamlar emas-da, tushunasizlarmi? Shuning uchun driver bo'lib ishlaydi-da. Nimadir nitoq qo'ysa, butun anaqa kirib bo'lgan joyga kirib bo'ladi-da. Shuning uchun logistika qilinglar degan payt ham emas-da hozir. Endi o'zbeklar endi aqli bor. O'ziga yarasha shustri, boshqa temalar ham qo'rsa bo'ladi. O'z Amerikada tema bor-da. Anaqa millatlar o'zini ishini topib olgan. Misol uchun induslar gazda ishlar qiladi. Benzin kolonkalar 7-Eleven'da qilib o'tirishadi. Atelniy biznes. Atelniy biznes qilishadi. Ana hospitality qilib. Anaqa misol uchun, ya'ni arablar huka, tabakchilik produktlarni sotishadi. Elektronniy sigaretlarni sotishadi. Kalyan, shu huka temalarni ko'radi. O'zbeklar trak. Sekin lekin IT kirilyapti. IT kirilyapti, keyin bir xil paytlarda restoranlarni ochib qo'yishadi. Indusda ham restoran ko'p yaxshi ko'rishadi. Xitoyliklar ITni egallab olgan. Keyin doktorlik bo'ladi. Stomatolog. Aziyatli stomatolog, vrach, xirurg, doktorlar bo'ladi. O'zbeklar ham bor, lekin doktorlar kamdan kam,
kamida qimmatli doktor bo'lish keyin uzoq. Shunaqa. Ikkinchi generation bo'lishi mumkin. Shunaqa. Ikkinchi generation misol uchun ota-onasi keldi, bolaga hayot berildi, puli bor ota-onasini, o'shaning uchun u pul yashab anaqa ishlashi shart emas. Skidka berilmaydi meditsinskiy maktabda. Ha, skidka scholarship Berilmaydi. Scholarship beriladi. Bakalavrdan keyin berilmas ekan. Ha, bakalavrdan keyin hech kim bermaydi. U qimmatda, u real qimmat. Lekin tezda 200 mingdan milliongacha yiliga topsangiz bo'ladi. 5 yil ichida 1 millionga chiqsa bo'ladi doktor sifatida. Yo'q, 1 million emas, 500 mingga chiqasiz. Endi oyiga bu degani 50-60 ming deganda. Da, 50-60 ming oyiga olish, xirurg bo'lib qiyin emas. Xo'p, yana bitta qiziqtiradigan savol hammani. Men savol so'rab ketaman chunki kommentariyada o'qib chiqdim. Amerikaga qaysi yo'l bilan hozirgi kunda kelsa bo'ladi? Tramp misol uchun hozir hamma joy yopib tashladi-da. Student yo'li bilan yoki green card o'ynab. Boshqa yo'li yo'q. H1B qila olmaysiz. Ish anaqa ish vizasi ham adabiyat qilmaydi, chunki amerikanlarni oldiydi. Amerikanlardan o'z ishi yo'q-ku. Da. Hozir market juda chato vaziyatda. Faqat mana shu student bo'lib yoki anaqa qilib green card yutib. Boshqa variant yo'q. Meksikacha. Meksika yo'q-ku. Ito hozir arestovat qilsa sizni ham, asalni topshiraman desangiz ham, обратно sizga bilet olib berishadi, uchirib yuborishadi O'zbekistonga. Значит, men hozir qolgan yo'llardan bittasi bu student viza orqali ekanda. Xo'p, student bo'lish uchun nima qilish kerak? Student bo'lish uchun o'qish kerak. Menga yozib yuborsanglar, kurslarim bor, IELTS, SAT. Oyiga 5 so'm to'lasanglar, olib beraman. Ana. Hop, mana bizda mamta arabskiy restoranlar bor. Mamta ispanskiy restoranlar. Ana Shake Shack. Bu yerda joylar juda ko'p. Bu Florida Mall, Toshkent Mall desa ham bo'ladi. Floridada juda ko'p bunaqa joylar. Miami bilan Orlandoni sravnit qilsak, Orlando misol uchun Miamining mollarida bunaqa mashinalar yurmaydi-da. Lamborghini, Ferrari. Boshqacha u. Sravnimi yo'q. Yetib olish keyin. Oyiga necha pul topsa Miamiga ko'chib ketarding? 50 ming oyiga topsa, o'tda komfort nechasi bo'ladi? 50 mingdan 100 ming. Yo'q, shunda ham oddiysan o'tda. 100 ming olsang oyiga bo'limini maqtansang bo'ladi. Ha, real bo'limini itoga maqtan olmaysan. Shunda ham bittasi kelib shunda o'tirib qo'yadi-da sana. O'zi to'g'risini aytsam, anaqa Miamida u kishi ko'p. Endi qopol aytganda. O'zi ishlagan pul emas-da, ular ko'p odamlar. Boylarni bolalarida hammasi. Boylar bor, lekin ko'pincha odamlar Miami turadigan odamlar umuman boy. O'zini Karino nasilyaniyasi boy emas. Baxshi boy emas. Turistlar ko'pligi uchun boy. Mana magazinlar, qiziqsanglar magazinlarni ham juda ozgina ko'rsatib ketamiz. Lekin Miamida yashasa odam buzilib ketadi. Ko'ch 100%. Qancha biz ko'chmaymiz. Yaxshi bola bo'lib o'tirib. Kiyimlarga qiziqsanglar mana biz JD degan magazinga keldik. Mana shu hozir modada-da. Central City shuni kiyyaptim hozir. Menga mamisi yoqdi, qorasi takosh promo buyurish. Nima ish qilyapti? 150, 135 pasi, 270 larga tushasan deb papas. Bu yaxshimi? Yaxshi narxda. Mana magazin sizlarni bitta ko'rsatib ketmaymiz. Pauza qo'yib, misol uchun ko'rsanglar bo'ladi. Lekin pas magazin kiryapsiz. Pas magazin kiryapsiz. To'g'ri aytsam, bilmadim hali. Menimcha Zara kiramiz. Bo'ldi, ketdi. Zarani ham aylanib ketamiz. Mamta oyoq kiyimlar ko'rayotganlaringiz. Oyoq kiyimlar ham har xili bor. Qiziqsanglar, sotib olsanglar bo'ladi. Mana bu brenddan jazamit bo'lib ketdi. O'zbekistonda bilmayman, kirdimi yo'qmi? Menga umuman yoqmaydi. Mengacha o'qishlarni mana chiqib qo'ygani yoqmaydi. Burni chiqib qo'ygani yoqmaydi. Burni yoqmaydi. Burunsiz yoq. Endi hamma qiziqadigan Nike'larda, endi tinaqa mana shu Nike'larda o'zi. Narxlar qiziqsanglar 145, 150. Menga eng yoqadigani bor, liba Jordanlar, liba Air Force'lar. Maqtanib qo'yding-da. Mana Floridadagi chiroyli joylar. Tashti yotsa bo'ladi. Florida bilan nima bitta shu Kaliforniya to'liga anaqa qila oladi, tashlay oladi, to'g'rimi? Kaliforniya ko'p narsa tashlay oladi. Kaliforniya, Washington, Oregon ko'p joylar tashlay oladi. Endi New York ham upstate chiroyli. Mana u. Ha, bolalarni yaxshi ko'raman. Lekin tarbiyasi bolalar bo'lsa, yomon ko'raman.
Zaraga kelding. Millionerlar joy. Ana, Louis Vuittondan ham yaxshi Zara. Menga просто shim kerak. Ana naryoqda erkalani. Yoki bu yoqqa kiraverasan. Sen nejasi kirayotganing uchun kommentariyada tushundida odamlar hozir. Hop, mana. Qizlarni ko'rmoqchi edi. O'xshamadi. Mana. Tabiat vahshiy dahshat. Chiroyli qilib qo'ygan mollarni ham ko'rsanglar. Inshaalloh harakat qilsanglar, talaba bo'lsangiz, boqchi bo'lsanglar endi kelajakda. Men buni erkaklar kiyadimi buni? Mana erkaklarnikimi? Yubka. Menimcha shu, ha? Iya. Yengisi-ku bu. New style-da. Astagfirullah. G'alati-yu vashshi. Hamma erkaklar kiyar ekan. O'zbekistonda buni sotganda menimcha magazin portlatib boshlardi-yu. Sotishadi, bor, Nefrlar bor-a? Dahshat. Mana yaxshi ko'raman. Bunaqalarni yo'q. narxli qiziqsanglar, O'zbekiston bilan bir xil. 60-70 dollar. Bunaqalar. Futbolkalar shu 20-30 dollardan-da. Ulug'bek, ovqatga keldi, tabriklasa bo'ladimi? Hozir biz what the fuck ga keldik. Qani? Bu window tint fellas. Endi yaqinda bolalar bilan kelishib mashina oldik. Mana to'ychog'imizni oldiramiz. Uni o'rniga emas, uni yoniga erkak xotinni bitta o'zi ana bir sherik topdik bunga. Bitta ko'rsatasizlar endi qanaqa nima cho'kchimuligini. Bo'ziqat, nima bo'tga kelding? Bu tint anaqa Faridada bilasizlar, oyna tintsiz, tonirovkasiz yurib bo'lmaydi, pis ketadi. Aziz bo'lmaydi. Tonirovka qurishga majbur bo'ldim. Nima mashina bu endi? Kim mashinasi o'zi bu? Toycha. Общий mashina bu. U bolalarga pодарок qilib olib berdik. Endi nima mashina bu? bu Lexus ES 300H hibrid. Mashinani ko'rsatib ketsa. Akasi. We're gonna shoot some video. That's fine, right? Tayinrovka qildirtirayotgan ekansiz aka. Mashina nima, nechta pulga tushdi? Tavsiya berasiz, qanaqa mashina o'zi bu? Bu ana eski Tayson bir soatga tushdi. 55 ming. Kampirtadagi Camry'ni tipadi. Yaxshi mashina. Yomon emas. Mana sizlarga ozgina ko'rsatib ketamiz mashinani. Hop, tonirovka Amerikada nechta pulga tushadi? Mana tonirovka qildirtirishayotgan ekan. Bularga ham ishlatib chiqib turamiz. Nechta pulga tushadi tonirovka qildirtirish? Hozir bu tanishlikda o'zi 500 ga beradi, lekin bizga 400 ga beradi. Mana tonirovka har xil mamtda bor ekan. Tonirovkasiz Faridada yurolmaysizlar. Oldinglar mashinani dillerdan so'raydi, tonirovka beradi, lekin bizga qilib bermadi, chunki diller kimsansan o'zi. Osiyo oldida mashina. Olmasdan ketverdi dedi. Chunki mashina uchayotgan ekan. Nima sababi bor? Sababi bormi? Sabab tarif bo'layotgani uchun hozir hamma anaqa 90 kundan keyin mashina narxi oshadi, tovarlar narxi o'zi oshdi. Hammasi hozir sotyapti mashinani. Buyursin, endi tabriklasa bo'ladimi? Kommentariyada. Oddiy holati. G'alati bo'lib ketdi. Shuna gaplar. Mana Ulug'bek Toshkentga qaytdi. Tapchanlar bor, sotamiz. Nech puldan sotyapsan tapchani? 3,5. 3,5 ming o'zi narxi. Skidka qilib beramiz. 100 so'm, 200 so'm yoki so'chida beramiz. Endi Amerikada tapchani sotib olaman desang, qimmatda sottirsan, to'g'rimi? Ha, qaranglar. Bu shipping fee ichida. O'zimiz yasab beramiz. Garantiya bor. Necha yil garantiya? Garantiya bor. Hammasi o'zimizni qo'limizdan qilingan. Nima daraxt? Mana arex. Nima deydi o'zi? Bilmayman o'zbekchasiga. Arex, yong'oq-da. Yong'oq daraxidan. Mana sasna. O'zbekchasini endi. Sasna? Sasna daraxti. Nima bo'ladi o'zbekchasiga? Pine tree.
Beryoz. Bu qanchada keladi misol uchun zakaz qilsa? Qaranglar, zakaz qilsanglar, qancha olib kelib beraman? 1 oyda? 1 oy. 1 oychada. 20 kunda qilib beramiz. Delay bilan. Bu-chi bu? Buni ham sotasiz, mana buni ham sotasizlar, mana bu narsani? Xom taxtani? Buni podark qilib beramiz. Ha, yo'q. Uchar. Zo'r narx. Bu garantiya American build. American build. O'zbekistonda ishlab chiqariladi-yu. Yo'q, bu detallar o'zbekiston. Ha, bu yerda yig'ishadi. Sborka amerikan. Kim yig'adi? Sen o'zing yig'ib berasan? Qarab turaman. Mana hozir bizda futbol borda. Endi meni ko'p mana shu videoda olib chiqyapti, chunki hammalar yozib tashlayapti. Ulug'bek hali, Ulug'bek hali. Xo'p, Ulug'bek masjid haqida ozgina aytib bersangiz, bu nima? Qanaqa masjid? Bu haqida, bu masjid haqida. Bu voleybolni ko'pda-yu. Endi o'zbekcha istaldi. Короче, bu masjid haqida videolarimiz bor, qarab chiqsanglar bo'ladi. Lekin nimagadir ham view olmayapti video. Masjid hech kimga qiziq emas-da, endi olib qarasang, ya'ni ilmlar haqida olib chiqsang ko'p odam ko'rmaydi. Da. Lekin tungi hayotni ko'rasiz. Shunaqa. Ulug'bek mashina Lexus oldim, Lexusni maqtamoqdingiz. Toyota Prius bu. Eng zo'r mashina. Amerikada nomer 1. Nomer 1. Qaranglar bolalar. Agar sizlar endi keldinglar, endi Amerikaga keldinglar, Oyoqga turmoqchi bo'lgan paytda bo'lsanglar, mana shu mashina olasiz. 100 talik. Eng aqlli decision bo'ladi. Hozir biz obzor qilamiz. Bu Toyota Prius van versiyasi. Bu oilaviy kelsalar-ku. Hop. Salonni ko'rsatadigan bo'lsa. Mana shu bu achki mashinadan qimmat turadi. Menimcha. Shunisi zo'rda, sen skromni yurasiz. Bizda gentrda yurishadi-ku boylar. Aha. Bu yerda boylar anaqa Передачani qara kattaligini. Передачу игрушечный передача bo'lsa, cho'tki передача. Ayolingiz bo'lsa yoqadi mana shu передача, имеется в виду miniatyurniy bo'lgani uchun. Yo'qchi zavod qil. Motorni ovoz qo'rqitib yubormasmikan hech kimmi? Bo'ldani. Vodkan to'lasa. Telefon bu. Gapirib beradi sizlarga, Lekin zo'r mashina, tamom. Cho'tki mashina. Mana narsasi qo'yib qo'ysanglar, ashta qashta. Lexus o'tding, qani Mana Lexus? ko'rasizlar? Lexus qani? Lexus tamom. Ko'rayotganlaring mashina lekin ham yaxshi, benzin вообще ichmaydi. Multimedia, mana bu gentrlarda yo'q narsa bor deb o'tdi. Gentrada yo'q bu. Funksional, knopka telefon bor. Sport modi bor, qarang mana. Power Eco EV degani bu raketa degani. Raketa. Mana Power bu anaqa внедорожник bo'ladi. Mio ketadi. Eco bu ekonom такой, городской rejimda bo'ladi, lekin cho'tki удобный ko'rasan, kerakmi Eco qo'ysa, EV ga qo'yasiz. Elektrический yuraman sen. Not available ekan. Lekin 5 ta odam bemalol sig'adi. 7 ta odam sig'dirib beraman uka. Chorsi Toshkent. Qanday Chorsi kerak? Qaranglar. Damas o'rniga shu yaxshi-da. Damasdan kam ichadi. Matizdan kam ichadi. Sizdan ham kam ichadi. Bundan Eco mod yo'q. Yo'q, buni qaranglar, bu mashinani benzin bitta полный bak 40 dollarga qo'yasizlar. 40 dollar 40 ming deydi. Endi Yo'q, O'zbekistonda 100 ming so'mda. 100 ming so'mga qo'yasizlarmi? Bir oy hadis. Shunaqa? Bir oy hadis nima? Tesla'dan kam ichadi bu. Tesla qimmatga tushib ketasizlar, tushunasizlarmi? Hechisi. Bu keyin motor chidamli. Yog'ni olib tashlasanglar ham yuradi. Moy. Moyni olib tashlasanglar yuradi. Zo'r mashina. Buyursa? Lekin onam o'zi nasib etsin. Такой, nomponga chiqib kelishgan. Qanaqa nomponga? Shtat yurish. Travel car. Travel car. Shtat yurishga olishgan. Mana mashinaning oldidan ko'rinishi. Dizayn. Toyota'ning o'zi logosi ham narsa gapiryapti. Chiroyligina. Tesla'mi, Priusmi? Prius. Qaranglar, Priusda qarasanglar, sizlarni imijinglar работяга. Какой mujik bo'ladi. Erkak. Tesla qarasanglar gey bo'ladi. Amerikada shunaqa, Toshkentda endi unaqa emas. Endi Toshkentda farqi yo'q. Yangi namoyish bo'lsa bo'ldi.